Pensiyadagi otaxonlar, onaxonlar va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan yurtdoshlar, bugungi gapim juda muhim. Sizga bir varaq qog'oz olib kelib, shunchaki imzo qo'ying, rasmiyatchilik xolos deyishsa, darhol imzo chekmang. Chunki aynan bitta imzo sizni pulingizdan, uyingizdan, meros huquqingizdan yoki bir necha oylik pensiya to'lovidan mahrum qilishi mumkin. Men bu mavzuni bekorga ko'tarmayapman. Chunki amaliyotda ko'p odamlar hujjatni o'qimasdan, kimdir shoshirgani uchun yoki farzandim-ku, qarindoshim-ku, tanishim-ku deb ishonib imzo qo'yadi. Keyin esa kech bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, kelin-kuyovlariga, nevaralariga ham tegishli. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'proq odamga yetib borishi kerak. Avvallari ko'p ishlar og'zaki kelishuv bilan yurardi. Mahallada, oilada, qarindoshlar orasida otam ro'zilar, onam biladilar, keyin tushuntiramiz degan gaplar bilan hujjatlar tayyorlanardi. Pensionerlar ham ko'pincha davlat idorasiga, bankka yoki notariusga borganda barcha matnni batafsil o'qib chiqishga odatlanmagan edi. Hujjat tayyor, faqat imzo kerak deyishsa, imzo qo'yib ketaverishardi. Lekin hozir vaziyat o'zgargan. Bugun bitta imzo elektron bazaga kiradi. Notarial harakat sifatida ro'yxatdan o'tadi. Bank tizimida kuchga kiradi yoki sudda dalil bo'lib qoladi. Ya'ni qog'ozdagi imzo oddiy siyoh emas, u huquqiy oqibat keltiradigan harakat. Imzo qo'yilganidan keyin men tushunmagan edim. Men ko'rmay qoldim. Menga boshqacha aytishgan edi. Deyish har doim ham yordam bermaydi. Albatta, aldov, bosim, majburlash bo'lsa, uni isbotlash mumkin, lekin bu ancha vaqt, asab, pul va dalil talab qiladi. Eng xavfli qog'ozlar qaysilar? Men birinchi navbatda 3 turdagi hujjatni aytaman. Ishonchnoma, hadya shartnomasi va rad etish yoki rozilik arizasi. Aynan shu hujjatlar pensionerlar uchun eng ko'p xavf tug'diradi. Chunki bu qog'ozlar orqali kimdir sizning nomingizdan pul olishi, uyingizni sotishi, ulushingizdan voz kechishingizga erishishi yoki pensiya bilan bog'liq to'lovlarni boshqa yo'nalishga burishi mumkin. Birinchi xavfli hujjat ishonchnoma. Ishonchnoma degani siz boshqa odamga o'zingizning nomingizdan ish qilishga ruxsat berasiz. Bu oddiy ko'rinadi. Masalan, o'g'lim pensiyamni olib keladi. Qizim bankka borib kartamni yangilaydi. Nevaram hujjat topshirib keladi. Bunday holatlar hayotda bo'ladi va ba'zan juda zarur. Lekin ishonchnomaning matni nihoyatda muhim. Agar ishonchnomada faqat pensiya to'lovini olish deb yozilgan bo'lsa, bu boshqa. Agar unda mulkni sotish, garovga qo'yish, bank hisob varaqlarini boshqarish, shartnoma tuzish, pul mablag'larini olish, ariza berish va imzolash kabi keng vakolatlar yozilgan bo'lsa, bu butunlay boshqa masala. Men pensionerlarga doim aytaman, ishonchnoma qanchalik keng bo'lsa, xavf shunchalik katta bo'ladi. Misol keltiraman. Oltintakes yoshli bir ota o'g'liga bankdagi ishlarimni hal qilib kel deb ishonchnoma beradi. Ota o'ylaydi. Faqat plastik kartani almashtirish yoki pensiya pulini olish uchun kerak. Lekin hujjatda barcha bank operatsiyalarini amalga oshirish, depozitni yechish, hisob varaq ochish va yopish degan jumlalar bo'ladi. Natijada o'g'il bankdagi 32 million so'm jamg'armani yechib oladi. Ota keyin men buni xohlamagan edim deydi, lekin hujjatga qaralsa vakolat berilgan. Mana shu yerda muammo boshlanadi. Ikkinchi misol. Onaxonning nomida 2 xonali kvartira bor. Farzandlar hujjatlarni tartibga solamiz, kommunal xizmatlar bo'yicha yurib kelamiz deb notariusga olib boradi. Onaxon ko'zoynagini uyda qoldirgan, matnni yaxshi o'qimaydi. Faqat ariza deb imzo qo'yadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, u uyga doir ishonchnoma bergan, unda sotish huquqi ham bor. Agar ishonchnoma asosida uy sotilib ketsa, uni qaytarish juda og'ir jarayon bo'ladi. Ayniqsa, uy 3-shaxsga sotilgan, pul aylangan, notarial tartib bajarilgan bo'lsa, sudda kurashish kerak bo'ladi. Ikkinchi xavfli hujjat hadya shartnomasi. Hadya shartnomasi orqali siz mulkingizni boshqa odamga bepul berasiz. Ko'p pensionerlar buni vasiyat bilan adashtiradi. Juda katta farq bor. Vasiyatda siz hayotingizda mulk egasi bo'lib qolaverasiz. Meros masalasi vafotdan keyin ochiladi. Hadya shartnomasida esa mulk hozirning o'zida boshqa odamga o'tadi. Ya'ni bugun imzo qo'ysangiz, ertaga uy sizniki bo'lmay qolishi mumkin. Men amaliyotda eng ko'p ko'radigan og'riqli holat shunday. Ota yoki ona uy baribir bolamga qoladi. Hozirdan nomiga o'tkazib qo'yay deydi. Farzand yaxshi bo'lishi mumkin. Albatta. Lekin hayotda vaziyat o'zgaradi. Farzand qarzga kirishi mumkin, ajrashishi mumkin, vafot etishi mumkin.
kelin yoki kuyov bilan nizo chiqishi mumkin. Uy farzand nomiga o'tgach, ota-onaning huquqi zaiflashadi. Masalan, 7-2 yoshli onaxon o'zining hovlisini qiziga hadya qiladi. Qizi ona, siz baribir shu yerda yashaysiz. Hech narsa o'zgarmaydi deydi. Oradan 2 yil o'tadi. Qizining oilasida moliyaviy muammo chiqadi. Hovli garovga qo'yiladi yoki sotish haqida gap boshlanadi. Onaxon bu mening uyim edi deydi, lekin hujjatda hadya qilingan. Agar shartnomada onaxonning umrbod yashash huquqi aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, u katta xavf ostida qoladi. Yana bir raqamli misol, pensioni otaning 40 million so'mlik kvartirasi bor. U o'g'liga hadya qiladi. O'g'il keyin biznes uchun 2 million so'm qarz oladi. Qarzni qaytara olmaydi. Kreditorlar o'g'ilning mulkiga qaraydi. Kvartira o'g'il nomida. Ota men u yerda yashayman desa ham. Mulk huquqi o'g'ilda bo'lgani uchun masala murakkablashadi. Shuning uchun men har doim aytaman, uy-joy bo'yicha har qanday hadya shartnomasini imzolashdan oldin mustaqil yurist bilan maslahatlashmasdan qadam tashlamang. 3-xavfli hujjat: merosdan voz kechish arizasi yoki urushdan voz kechish. Ba'zi oilalarda biror qarindosh vafot etadi, meros ochiladi. Shunda pensioner ona yoki ota notariusga chaqiriladi. Sizga baribir kerak emas. Ukangizga o'tkazib beramiz. Opangiz yashayapti, siz voz keching. Faqat rasmiyatchilik keyin o'zimiz hal qilamiz deyishadi. Pensioner esa oilaviy tinchlik uchun imzo qo'yadi. Keyin bilib qoladi. O'zining qonuniy ulushidan voz kechgan. Merosdan voz kechish oddiy arza emas. Bu sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan mulk, pul, yer, uy yoki boshqa huquqdan voz kechish degani. Agar siz imzo qo'ygan bo'lsangiz. Keyin men fikrimni o'zgartirdim deyish oson emas. Shu sababli har bir pensioner bilishi kerak. Meros masalasida sizga bosim qilishsa, men hozir imzo qo'ymayman. Avval hujjatlarni o'qib chiqaman va maslahat olaman deyishga to'liq haqqingiz bor. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak? Birinchidan, yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Ikkinchidan, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, eshitishi qiyinlashgan yoki sog'lig'i sabab hujjatni to'liq tushunishga qiynaladigan odamlar. Uchinchidan, nomida uy, yer, avtomobil yoki bank omonati bor pensionerlar. Farzandlari o'rtasida kelishmovchilik bo'lgan oilalar. Beshinchidan, qarz, kredit yoki garov bilan bog'liq vaziyatga aralashtirilayotgan pensionerlar. Kimlar haddan tashqari qo'rqmasligi kerak? Agar hujjat aniq, tor doirada va sizga tushunarli bo'lsa, masalan, faqat ma'lum bir sanada pensiya to'lovini olish uchun yaqin insoningizga qisqa muddatli ishonchnoma berayotgan bo'lsangiz, bu har doim ham xavf degani emas. Lekin baribir matnni o'qish, muddatini ko'rish, vakolatlar ro'yxatini tekshirish kerak. Ishonaman boshqa, hujjatni tekshirdim boshqa. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala: hujjat nomiga emas, mazmuniga qarang. Ba'zan qog'oz tepasida arza deb yoziladi, lekin ichida katta huquqiy oqibat bor. Masalan, men falon mulk bo'yicha da'vo qilmayman. Men kompensatsiya olishdan voz kechaman. Men ushbu summani oldim va e'tirozim yo'q degan jumlalar bo'lishi mumkin. Bu oddiy ariza emas, keyinchalik sizga qarshi ishlatiladigan dalil bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik masala: e'tirozim yo'q degan jumla. Ko'p odamlar bunga ahamiyat bermaydi. Masalan, uy sotilayotganda, ro'yxatdan chiqarishda, meros taqsimotida yoki kredit garovida pensionerdan e'tirozim yo'q deb imzo olishlari mumkin. Bu jumla keyin shuni anglatishi mumkin: siz oldindan rozilik bergansiz, siz bilgan ekansiz, siz qarshi bo'lmagan ekansiz. Shuning uchun men pensionerlarga maslahat beraman. E'tirozim yo'q so'zini ko'rsangiz, darhol to'xtang va aynan nimaga e'tirozingiz yo'qligini so'rang. Uchinchi nozik masala: bo'sh joylar. Hech qachon bo'sh joylar to'ldirilmagan blankaga imzo chekmang. Keyin yozib qo'yamiz, hozir vaqt yo'q, kompyuter to'ldiramiz degan gaplarga ishonmang. Bo'sh joy qolsa, keyin u yerga summa, sana manzil, vakolat yoki boshqa ma'lumot kiritilishi mumkin. Har bir satr to'ldirilgan bo'lishi, keraksiz joylar chizilgan bo'lishi kerak. To'rtinchi nozik masala: sana. Hujjatda sana bo'lmasa yoki noto'g'ri sana qo'yilsa, bu ham muammo. Masalan, siz bugun imzo qo'ydingiz, lekin hujjatda oldingi sana turibdi. Keyin siz o'sha kuni rozilik bergansiz deyishlari mumkin. Yoki ishonchnomaning muddati juda uzoq qo'yilgan bo'lishi mumkin. Men odatda pensionerlarga aytaman: agar bir martalik ish bo'lsa, muddatni iloji boricha qisqa qiling. Masalan, faqat bitta bank operatsiyasi uchun 1 yil yoki 3 yilga keng ishonchnoma berish shart emas. Beshinchi nozik masala: notarius bo'lsa ham hammasi xavfsiz degani emas.
Notarius hujjatni rasmiylashtiradi, shaxsni aniqlaydi, umumiy tartibga qaraydi. Lekin hujjat sizning manfaatlaringizga qanchalik mosligini sizning o'zingiz ham tushunishingiz kerak. Notarius oldida shoshilmasdan savol bering. Men bu hujjatga imzo qo'ysam, mulkim kimga o'tadi? Men keyin bu uyda yashash huquqimni saqlab qolamanmi? Bu ishonchnoma bilan vakil nimani qila oladi? Men bu arizani keyin qaytarib olsam bo'ladimi? Agar javobni tushunmasangiz, imzo qo'ymang. 6-nozik masala qarindosh bo'lsin. Eng og'ir aldov begona odamdan emas, ba'zan yaqinlar tomonidan bo'ladi. Men hamma farzandlarni yomon demayman. Ko'pchilik farzandlar ota-onasiga sidqi dildan yordam beradi. Lekin huquqiy xavfsizlik ishonchsizlik emas, ehtiyotkorlikdir. Yaxshi farzand ham ota-onasi hujjatni tushunib imzo qo'yishini xohlaydi. Agar kimdir sizni shoshirsa, jahli chiqsa, meni ishonmaysanmi desa, bu allaqachon ogohlantiruvchi belgi. 7-nozik masala kredit va kafillik. Pensionerlar ba'zan farzandi yoki qarindoshi uchun kafil bo'lib imzo qo'yadi. Faqat formalnost sizdan pul so'rashmaydi deyshadi. Aslida kafil degani qarzdor to'lamasa, bank yoki qarz beruvchi sizdan talab qilishi mumkin. Pensiyangiz kichik bo'lsa ham sizning nomingizda mulk bo'lsa, xavf bor. Masalan, nabira 8 million so'm kredit oladi. Bu esa kafil bo'ladi. Nabira ishini yo'qotadi va to'lamaydi. Bank talabni kafilga qaratadi. Bu men pul olmaganman deydi, lekin kafil sifatida imzo qo'ygan. Shu bois kafillik hujjatini hech qachon shunchaki imzo deb qabul qilmang. 8-nozik masala karta va pin kod. Bu qog'ozga imzo bo'lmasligi mumkin. Lekin pensiya pulingizga bevosita bog'liq. Hech kimga plastik kartangizni va pin kodingizni bermang. Agar yaqin insoningiz pul olib kelish kerak bo'lsa, bank orqali qonuniy cheklangan vakolat bering yoki o'zingiz nazorat qiling. Telefoningizga kelgan SMS kodni ham aytmang, chunki bugun pensiya, nafaqa, omonat va bank ilovalari SMS kod orqali boshqarilishi mumkin. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam. Har qanday hujjatni ovoz chiqarib o'qing yoki siz ishonadigan savodli odamga o'qiting. Ko'zingiz yaxshi ko'rmasa uyalmang. Menga kattaroq qilib chiqarib bering. Men o'qib chiqmaguncha imzo qo'ymayman deng. Bu sizning haqqingiz. Ikkinchi qadam. Hujjat nusxasini oling. Imzo qo'yishdan oldin rasmga olib qo'ying yoki nusxa so'rang. Agar sizga nusxa kerak emas desa, bu shubhali. Muhim hujjatning nusxasi sizda bo'lishi shart. Keyin muammo chiqsa, aynan nimaga imzo qo'yganingizni bilishingiz kerak. Uchinchi qadam. 3 ta savolni yozib oling va har safar bering. Birinchisi, bu hujjat menga qanday majburiyat yuklaydi? Ikkinchisi, men bu hujjat orqali nimadan voz kechyapman? Uchinchisi, bu hujjat bilan boshqa odam mening nomimdan nima qila oladi? Agar shu 3 savolga aniq javob olmasangiz, imzo qo'ymang. 4-qadam. Uy-joy, meros, hadya, garov, kredit. Kafillik va katta summa bo'yicha hujjat bo'lsa, mustaqil maslahat oling. Mustaqil degani hujjatni olib kelgan odam tavsiya qilgan mutaxassis emas. Siz o'zingiz tanlagan yurist, advokat yoki huquqiy maslahat markazi. 1 soatlik maslahat ba'zan butun umr yig'ilgan mulkni saqlab qoladi. 5-qadam. Agar ishonchnoma berish zarur bo'lsa, uni to'g'ri qiling. Masalan, falon bankning falon filialida faqat pensiya kartasini olish uchun, faqat falon hujjatni topshirish uchun, faqat falon sanagacha deb yozilsin. Barcha ishlarimni yuritish, barcha mulkimni boshqarish, istalgan bitimni tuzish kabi keng iboralardan ehtiyot bo'ling. 6-qadam. Hadya shartnomasi o'rniga boshqa yo'llarni ko'rib chiqing. Masalan, vasiyatnoma, umrbod ta'minot shartnomasi yoki mulkdan foydalanish huquqini aniq belgilash kabi variantlar bo'lishi mumkin. Men bu yerda hamma uchun bitta yechim aytmayman, chunki har bir oilaning holati alohida. Lekin shuni qat'iy aytaman, yashab turgan uyingizni hadya qilishdan oldin o'sha uyda umrbod yashash, ro'yxatda qolish, kommunal masalalar va keyingi xavflarni hujjatda aniq ko'rsatmasangiz, o'zingizni himoyasiz qoldirishingiz mumkin. 7-qadam. Bosim bo'lsa vaqt yuting. Men bugun imzo qo'ymayman, ertaga kelaman. Farzandlarim bilan maslahatlashaman. Yuristga ko'rsataman deyishdan qo'rqmang. Halol hujjat bir kun kutadi. Shoshirilayotgan hujjat esa ko'pincha xavfli bo'ladi. 8-qadam. Agar allaqachon imzo qo'yib yuborgan bo'lsangiz, vahimaga tushmang, lekin kechiktirmang. Darhol hujjat nusxasini toping. Notariusga boring, reyestr ma'lumotlarini so'rang. Bank bo'lsa, bankka yozma ariza bering. Ishonchnoma bo'lsa, uni bekor qilish tartibini so'rang. Agar mulk sotilishi xavfi bo'lsa,
zudlik bilan yurist yoki advokatga murojaat qiling. Zarur bo'lsa sudga da'vo, taqiq chorasi, huquqni himoya qilish bo'yicha ariza beriladi. Vaqt bu yerda juda muhim. 9-qadam. Hujjatlarni alohida papkada saqlang. Pasport, pensiya hujjati, kadastr, uy hujjatlari, bank shartnomalari, omonat daftarchasi, notarial hujjatlar bir joyda tartibli tursin. Lekin ularni har kim olib ketadigan joyga qo'ymang. Nusxalarni ishonchli farzandingizda yoki xavfsiz joyda saqlash ham foydali bo'lishi mumkin. 10-qadam. Farzandlar bilan ochiq gaplashing. Men sizlarga ishonmayman demang. Men hujjatni tushunib imzo qo'yishni xohlayman. Bu hamma uchun to'g'ri deng. Halol farzand buni tushunadi. Chunki keyin aka-uka, opa-singil o'rtasida nizo chiqmasligi uchun ham hamma narsa aniq va yozma bo'lishi kerak. Bugungi asosiy fikrim shuki, pensioner uchun eng xavfli qog'oz shunchaki imzo qo'yiladigan qog'ozdir. Ayniqsa ishonchnoma, hadya shartnomasi, merosdan voz kechish, e'tirozim yo'q degan ariza, kafillik va kredit hujjatlarida nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Hujjatni o'qimay imzo chekmang. Bu joyi bor qog'ozga imzo qo'ymang. Sizni shoshirishsa to'xtang. Siz tushunmagan jumla bo'lsa so'rang. Uy-joy, meros va katta pul masalasida mustaqil maslahat oling. Men buni qo'rqitish uchun emas, himoya qilish uchun aytyapman. Chunki bir imzo ba'zan bir umr yig'ilgan mehnatni yo'qqa chiqaradi. Ba'zan esa oila ichida yillar davom etadigan nizoga sabab bo'ladi. Ehtiyotkorlik uyat emas, huquqiy savodxonlikdir. Agar siz yoki tanishlaringiz shunday vaziyatga duch kelgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hujjat sizga tushunarsiz bo'lyapti? Qaysi mavzuni alohida tushuntirib berishimni xohlaysiz? Fikringizni qoldiring. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Bitta ogohlantirish kimningdir uyini, pensiya asosini va tinchligini saqlab qolishi mumkin.